Siz go'zal qiz, Yaxshi, o'zingiz qaraysiz. nima bunday yotib oldingiz? Udobnida shunaqa yotgan. Bunaqa yotishni yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Boshqacha bunday to'g'ri yo bundaqa tepaga pastga qarab yo bunday aylanib yotish yaxshi emas. Faqat shunaqa yaxshi ko'rasizmi? Eng yaxshi ko'rgan yotish shumi? Ha, udobnida. Ha, удобный. Не знаю. Otish kim? Otish kim? Ismingiz nima? Rayhona. Rayhona G'aniyevamisiz? Yo'q. Ha. Do'stlar, normalni tirazash, og'izga kelgan narsani yoza bermang. Ko'zlaringiz chiroyli ekan, nima ish qilasiz? Rahmat. Nima ish Hech qilasiz? nima. Eshitib ish qilmaganingiz uchun ko'zlaringiz chiroylimi? Молодец, молодец. Yotishlaringizdan aylanib ketdi. O shartdan partdan battle o'ynaysizmi? Uqalab o'zim massaj qilib qo'yaman. Yo'q, o'ynamayman shartda. Nimadan o'ynaymiz? Uzoqqa tupurishda o'ynaylik hech bo'lmasa. Nimadan Bunaqa o'ynaymiz? narsalarga o'ynagim kelmaydi-da. Uzoqqa siyardan o'ynaymizmi? Uzoqqa siyishda o'ynaymizmi? Unaqa narsalar aytmang. Voy, jahli yo'q-ku qizdek. Ha, boshing mayli, ha, shunday bo'lsa ham taylashib ko'ramiz qani. Kuchimizga tiraymiz. Santiago Bernabeu degan stadionni eshitgansizmi? Futbolga qiziqasizmi? Yo'q, qiziqmayman. Qiziqmaysizmi? Futbol ham sizga qiziqmasa kerak. Futbol ham menga qiziqmaydi. Ha, nimaga qiziqasiz? Qiziqishingiz nimaga? Путешествовать только. Nima degani u? O'rcha tushunmayman. Sayohat qilishga qiziqaman. Qayerlarga sayohat qilgansiz? Ko'p emas. 7 yil sayohat qilgansiz? Necha yoshdasiz o'zi? 19 yoshdaman. Tavba qildim. Qanday qilib? Shunday tug'ilib sayohat qilib ketgansizmi yana? Yo'q, 18 ga to'lib qildim-da, 18 ga to'ldim, potom chiqib boshladim. 1 yilda 7 yil aylandingizmi? Ha? 1 yilda 7. Da. Qanday qilib 1 yilda 7 yil aylangan bo'lsangiz? Siz qayerda bo'ldingiz? Koinotda bo'lib keldingizmi? Yo'q. Ha. 7 yerga bordim-da. Ozgu, men вообще Amerika. Amerikaga borib keldingizmi 1 yilda? Yo'q, Amerikaga borgim keladi deyapman. Borganim yo'q hali. Qiyin emas Amerikaga borish. Biz bratlar ko'p, ana tashlasizmi? Kim borasizmi? Erkak bilan bormayman. Erkak bilan bormaysiz? Ребята, нам нужно 6. Erkaklarga qiziqmaysizmi? Yo'q, qiziqmayman. Lesbiyankamisiz unda? Yo'q. Erkakka qiziqmayotgan ayol qanday bo'lishi mumkin? Любой ayolda fukusi bo'ladi, erkakka qiziqadi. Bor-ku, endi bo'ladi-ku. Erkak ayolga qiziqadi. Ha, to'g'ri aytasiz. To'g'ri aytaman. Hammasi emas. To'g'ri. Doim to'g'ri aytaman. Ребята, 4 давайте. Hozir necha yoshdasiz? 19. Akacha chiqibsiz-ku tuxum sarig'ini. Qaysi davlatlarga borgansiz? Kitay, Turkiya, Dubay, Qatar, Baku, Gruziya. Dubay? Dubayga qachon kelgansiz? Yaqinda bordim, yaqinda. Biladi. Yaqinda Dubayga keldingizmi? Ha. Biladi. Nima qildingiz Dubayda? Qidirdim, dugonam bilan bordim. Nimani qidirdinglar Dubayda? Просто qidirib yurdik. Kimni qidirib yurdinglar? Qidirib aylanib yurdik. Men qozoqcha ketib qolyaptim, mana yoziq. Откуда ты уже общем? Я с Узбекистана. O'zbekistondanman men.
O'zbekistonda bunday aksentli gapirayotgan viloyatni bilmadim. Lekin men Qozog'istonda yashayman-da, уже tilim qozoqcha bo'lib ketganda. Kichkintoyimdan Qozog'istonda yashaganman, lekin O'zbekistonda tug'ilganman-da. Молодец, okey, men bildimda, короче. Siz Qozog'istonda tug'ilgansizda, keyin, короче, O'zbekistonda tug'ilgansizda, keyin Qozog'istonda yashagansizda, keyin, okey? Okey. Qancha vaqt yurdingiz Dubayda? 5 kun. 5 kun. Nimalarni ko'rdingiz 5 kun ichida? 2 marta borganman-ku men 18 yoshimda borganman, 19 yoshimda bordim. Safariga bordim, u yerga, bu yerga. Keyinchi? Keyin qaytdim. 2 marta ichida necha kun bo'ldingiz? Birinchi marta 7 kun bo'ldim. Ikkinchi marta 5 kun bo'ldim. Yana nima joylarga bordingiz? Burj Xalifani ko'rdingizmi? Ko'rdim. Chiroylimi? Chiroyli. Judami? Juda. Yoqadimi? Yoqadi. Yoqadi. Dubayda qayerda yashadingiz? Bir apartament oldik. Adresini unutib qoldim, lekin Deraza ochgan paytingiz nima ko'rindi ichida? zo'r bo'lgan yo'q fit, lekin. O'g'ay. Chiroyli bo'ldi, lekin prям zo'r emas. Burj Xalifani yonidan olmadik, lekin